Hammaga salom. Sizlar bilan O'zbek YouTube'idagi eng kelishgan bloger Bahromiddin Botirov. Biz bugun Bo'stonliq tumanidagi Qo'yqiyasoy degan qanaqadir ajoyib makon, yashil makonga keldik. Qo'yqiyasoy. Sal biroz g'alati eshitiladi, yodlab olish ham qiyinroq. Birinchi eshitgan odam voy nima deydi? Qo'yqiyasoy. Qo'y deyishiga sabab bu yoqda qo'ylar bo'lsa kerak. Qiya degan bo'lsa, mana qiyaliklar ko'p ekanda. Tog' emas, lekin qiyalik joylar ko'p ekan. Undan tashqari soy degan bo'lsa, mana bu soyni aytish. Mana shu soyni aytgan bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Kameram rosa xiralashib qolyapti. Nima deyishni ham bilmayman. O'zi video olmoqchi emas edim. Bunaqa aylanishlardan to'yib ketganman. Ko'p video olardim. Behuda rasmga tushardim. Endi bo'lsa umuman qiziqishim qolmagandi. Lekin baribir bunaqa manzarali joylarni ko'rib, baribir video olishga qaror qildim. Video blog. O'tgan yili kursdoshlarimiz bilan Krasnogorskka borgandik. Endi bu safar shu yerga keldik. Bu yerga kelganimiz ham oson bo'lmadi. Mana bunaqa ob-havo sababli qoldirilishiga sal qoldi. Lekin shunga qaramay baribir yetib keldik. Taslim bo'lmadik, tavakkal qildik va tavakkalimiz yaxshi natija ko'rsatdi deb o'ylayapmiz. Hozir biz sharsharani qidirish jarayonidamiz. Kursdoshlar qator poyezdga o'xshab ketyapti. Hech qisi yo'q. Baribir lichniy kanalimga tashiyman. Biz haligacha uni topa olganimiz yo'q. Yana nima desam ekan? Kerak. Shunaqa joylar ko'p ekan, juda ham. Hop. Aytgancha. Chek. Stilni bo'mish bo'lib qoldi bu yoqqa kelib. Shunaqa gaplar. Tezroq topsak o'sha joyni, o'sha sharsharani yana videoni davom ettiraman. Biz hali hanuz o'sha anaqani qidirish jarayonidamiz, lekin hali ham topganimiz yo'q. Shirlik sohibi bugün kelyapti orqamdan. Ehtiyot bo'ling. Bunaqa holatlardan keyin gapingni ham unutib qo'yasan kishi. Albatta. Ko'rsatishim kerak. U bir Maugli. Ahmad, ana maymunga o'xshab sakrab yuribdi, Hanuman. Maymunlar qiroli Ukun. Shu odamlar ichida 15-20 ming bor. Mana kelyapti. Shiraysoq. Bugungi taassurotlar qanaqa? Zo'r gap yo'q. Rasvo nima deydi? Zilot. Bir narsa qo'y. Shaxsiy kanalim uchun. Anyo. Maymunlar yana o'vda. Qizlarga baqiryapti tepadan turib. Bizni jajji do'stimiz ham bor. Salom deb qo'ying. Salom. Yo'l yo'q. Men shunaqa bo'lishini bilgandim. Baribir yo'l tugab qolardi. Menimcha sizlarga sharsharani baribir ko'rsata olmayman. Bu yog'iga yo'l yo'q ekan.
Goodbye.